Endi to'yboshlarimizni qolaversa kelinchagimizni tabriklash uchun tumanimizdagi bek guruh tashrif buyurdi. Bir 5 kun 10 minutga vaqtlaringni olamiz. Sizlarning xonadonlaringizda ixtiroxonasida chiroyli xizmat qilishadi. Avvalambor assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun to'y ekan, akalarimiz havas qilishgan ekan, niyat qilishgan ekan. Namangan viloyati Mingbuloq tumanidan tashkil topgan bek guruhi sizlarda xizmatlaydi bo'ladi. Iloyim 2 yosh qo'sha qarasin, baxtli sog'liqli bo'lsin. Yanagilarga qo'chqorday, o'g'illarga shirmonday aziz qizlarni bersin. Haqiqiy to'ylarda qilsin, haqiqiy to'ylarda xizmat qilish hofiz akalarimiz va video akalarimiz qatorida bek guruhiga nasib bo'lsin. Bir baralla qarzay cholib, yaxshi musiqalar bilan kirib kelsin Ajdar polvon, Palla polvonlar. Qisqaroq qilamiz, maylarga oyoqlari tegib boradi, fokusni bolan chaqirib, bir dona fokus o'ynab bersin, ha. Ko'zlarining yonida bor narsani yo'q qilsin, yo'q narsani bor qilsin. Bir parallel qarshi chosaymiz, qani keyin. Yaxshi tomosha qiling, qo'limda turgan oddiy quti. Oddiy quti kimda 5 mingtalik, 10 mingtalik pul bo'lsa beringlar, sizlar ishonch hosil qilsalaring uchun. Bormi? Azizlar, bitta o'ynasak, o'yinlarimiz ko'p. Biz to'y tugaguncha o'yinlarimiz birgalikda mana shu elimizga, xalqimizga hamda mana shu xonadonning eshigini ochib to'y qilib berayotgan akamiz bilan to'y qilgan onaxonimiz-yu baxtli kelin-kuyovlarga aqida qo'limizni ko'tarib amin deylik. Sahiylar yer yuzida tosh yoqtir dedi. Sahiylarga arshiylar vatandir dedi. Yaxshilik yuzi jannatdir dedi. Aning ko'rmoq hamisha g'animatdir dedi. Farzandning sharofati bilan bugun to'ydan daraga rahmat salomat bo'lsin. Qani, rahmat.